Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kasalliklarga olib keluvchi noto'g'ri xulosalar bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, noto'g'ri xulosa nima bo'lishi mumkin? Masalan, kimdir sizni haqorat qildi. O'zingizni ojiz his qildingiz shu holatda. O'zingizni ojiz qildingizda ojiz degan narsa nima ekan deb anglovingiz ishlab qoldi. Anglovingiz ishladida ojiz degani hech kim ko'zga ilmaydigan, hamma ezgilaydigan odam ojiz bo'ladi. Unaqa odamni ojiz bo'ladigan bo'lsang, odamlar seni o'ziga qo'shishmay qo'yadi, yolg'iz qolasan, yolg'iz qolgandan keyin siqilasan, siqilsang kasal bo'lsang o'lasan deb signal beradi. Bu holatga tushmaslik uchun, himoya signallarini ishlat deydi. Ya'ni himoya signallar: xafa bo'lish, jahl, g'am, uyat, zerikish, yolg'izlik, qo'rquv, aybdorlik, hafsala pir bo'lishlik, depressiya va qoch, muzlab qol degan himoya signallar ishlaydi. Va endi bir necha misollarni ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi holatda bu holga tushmaslik uchun seni so'kkan odam oldidan qochdi, undan xafa bo'l, boshqalarga dardingni aytib jabrdida bo'lib yasha. Har doim bunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, qochib yasha. Keyingi holat, ikkinchi holatda seni so'kkan odam bilan janjallash, haqqingni talab qil. Jahl qil, undan xafa bo'lib, jabrdida bo'lib yana yasha, jabrdida yasha. Uchinchi holatda seni so'kkan odam gapini rost bilib, o'zingni ojizman deb bilib, depressiyaga tushib, siqilib, diqqat bo'lib, umuman noto'g'ri hayotda yashashni boshladi, kasalliging yana ham oshib boradi. Aslida nima qilish kerak edi? Aslida seni kimdir ojiz desa yoki men ojizman deb o'zing o'ylagan holatingda ham hech qachon ojiz bo'lib qolmaysan. Bu seni fikring. Masalan, meni burnim uzun filman deb o'ylasang ham fil bo'lib qolmaysan, yoki kimdir seni burning uzun fil desa ham fil bo'lib qolmaysan. Shuni anglagan holatda bo'lganda kasallik o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Mana shu asabiylashtirishimizdan shu narsaga kelib chiqadi. Endi noto'g'ri xulosa to'g'ri xulosaga almashtirishligimiz bilan shu onni o'zida sog'lomlashamiz. Noto'g'ri fikrlar olib tashlashimiz bilan. Bugungi fikrlarim shulardan iborat. Kelgusida yana ko'rishamiz.